Assalomu alaykum. Bugun deep slide haqida suhbatlashamiz. Deep slide'lar mana shunaqa probirkada keladi. Bu sojni mikrobiologiyasini miqdorini o'lchash uchun ishlatiladigan vosita. Buni ikkita tomoni bo'ladi. Bitta tomoni bakteriya uchun va orqa tomoni zamburug' va dro'ja uchun ishlatiladi. Sojlarni suvga aralashtirilgan sojlarni hayotini qisqartiradigan asosiy omil bu mikrobiologiya, ya'ni bakteriya va zamburug'larning rivojlanishi. Ayrim mijozlarimiz aytishadi, hatto 2-3 haftada ham sojlar yaroqsiz holatga kelib qoladi, ya'ni hidlanib boshlaydi. Va bunaqa misollar juda ko'p. Buni hal qilish mumkin faqatgina mikrobiologiyani nazorat qilib. Mikrobiologiyani boshqarish uchun bizda maxsus kimyoviy moddalar bor, ular biotsidlar deyiladi. Va shu bilan birgalikda o'sha sistemani o'zini ham dezinfeksiya qiladigan bizda kimyoviy moddalarimiz bor. Ular odatda formaldegidlarga asoslangan kimyoviy vositalar bo'ladi. Bu bilan sojni hayotini ancha uzaytirsa bo'ladi. Ana endi agar bakteriotsidlardan, biotsidlardan foydalanadigan bo'lsangiz, muntazam ravishda foydalanib turish uchun unda siz deep slide'lardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Sababi biotsidlarni qachon ishlatishni bilish uchun pHni o'zini nazorat qilish yetmaydi. Har doim biz bakteriya yoki zamburug'ning miqdorini biz o'lchashimiz kerak bo'ladi. Masalan, bu qanaqa ishlaydi? Buni olib, mana o'zini olamiz, tortib chiqaramiz ichini. Hozir men ochmayman, chunki buni toza saqlashim kerak. Buni chiqarib olib, uni sojga botirib olamiz. Ikkala tomonini ham nam qilamiz. Keyin uni mana probirkani ichiga qaytarib solib, uni maxsus inkubator bo'ladi. 30 gradusda 24 soat, kamida 24 soat mobaynida biz uni inkubatsiya qilamiz. Inkubatsiya qilish degani biz uni boqamiz, qisqasi. Bunda o'sha bakteriya va zamburug'larning ozuqasi bor. Bunda biz uni rivojlantiramiz. Va ular rivojlanishi uchun o'sha 30 gradusda 24 soat, zamburug'lar esa 48 soat mobaynida inkubatsiya qilinadi. Keyin inkubatsiya tugagach biz uni olib mana bu shpargalkaga solishtiramiz. Masalan, mana bu bakteriyaning shpargalkasi, ya'ni och tomonning shpargalkasi bu. Agar mana bunaqangi shaklda bo'ladigan bo'lsa, sizdagi mikrobiologiyani o'sishi, demak hammasi joyida, biotsiddan foydalanishingiz shart emas. Faqatgina nimani konsentratsiyasini o'zini o'sha refraktometr orqali nazorat qilib, kerak bo'lsa moyni, kerak bo'lsa suvni solib qo'ysangiz yetadi. Hech qanaqa biotsid ishlatishingiz shart emas. Agar mana bu ikkita holatga o'xshagan holat bo'ladigan bo'lsa, demak siz biotsiddan foydalanishingiz shart. Sizda endi mikrobiologiya rivojlanib boshlandi degani. Agar mana bunaqangi ahvol bo'ladigan bo'lsa, endi biotsidning katta ehtimol bilan foydasi yo'q. Eng yaxshisi buni to'kib tashab, o'sha butun sistemani dezinfeksiya qilib, o'zi maxsus kimyoviy moddamiz bor dezinfeksiya qiladigan. O'sha dezinfeksiya qilib, keyin boshqatdan yangi soj solishingiz kerak bo'ladi. Nima uchun buni foydasi yo'q? Sababi sizda endi katta ehtimol bilan agar bunaqa ahvolda bo'ladigan bo'lsa, sizning sojingiz sizda o'sha bioplyonka hosil bo'lgan va bioplyonka biotsidni ta'sirini to'sadi. Ya'ni baribir ta'sir qilmaydi siz xohlagancha. Endi bu bakteriya tomoni, mana bu zamburug' va dro'ja tomoni bo'ladi. Masalan, keling zamburug'ni ko'ramiz. Agar mana bunaqangi ahvolda bo'ladigan bo'lsa, zamburug' tomoni, bu mana bu to'q tomoni. Demak, hammasi joyida, xavotirga o'rin yo'q. Faqat suvning konsentratsiyasini, sojning konsentratsiyasini nazorat qilasiz. Agar mana bunaqangi o'xshagan shakl paydo bo'ladigan bo'lsa sizda, demak biotsid solishingiz shart. Biotsidlar har doim ikki xil bo'ladi, zamburug'ga qarshi va bakteriyaga qarshi. Buni tushunib olish kerak. Gohida hamma biotsidlar ham ikkalasini ham o'ldiravermaydi. Ya'ni bakteriyani o'ldiradigan biotsid zamburug'ni o'ldirmasligi mumkin. O'shanga e'tibor qaratiladi. Bizdagi biotsidlar ikkalasini ham o'ldiradi. Agar mabodo sizda mana bunaqa ahvol bo'ladigan bo'lsa, endi buni biotsid ishlatishning foydasi yo'q. Muddatdan o'tib ketib qolgan, juda ahvol yomon moyni. Ya'ni sojni uni to'kib tashab, dezinfeksiya qilib boshqatdan yangi sojni solasiz. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Rahmat.